Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimizning ashaddiy muxlislari. Biz bugungi videomizda sizlarga yozgi bodringni ko'chatlari va qanday ekilishi va qanday parvarishlari haqida qisqacha video qilamiz. Bu videomizdan o'zlaringga tushuncha olib, teplitsalarga kirib bemalol shunaqa parvarish qilib yetishtiravasizlar. Hurmatli bobo dehqonlar, mana ko'rib turganingizdek, mana shu cho'tir bodring kirpi o'zimizni urug'imizdan ko'chat qilganmiz. Ko'chatlarimiz 15 kunlik, holatlari a'lo darajada. Mana ko'rib turibsiz, taglaridan mana tomirlar ham chiqqan, meni ek deb turibdi. Xudo xolasa bugun 10 iyul sanasida mana shu ko'chatlarni yerga ekyapmiz. Hozir ichkariga kiramizda sizlarga yana qiziqarli ma'lumotlarni beramiz. Qani ketdik, bo'lmasa mana ko'chatlarni oldik, xudo xolasa ichkarida gaplashamiz. Hurmatli bobo dehqonlar, mana biz hozir ussut teplitsamizni tayyorlab olganmiz. Ko'rib turibsiz, tepasi yopiq, u tomoni bu tomonlari ochiq. Xudo xolasa mana bugungi kunda yerga hozir qanday ishlovlar berganimiz haqida gapirib o'tamiz. Ko'rib turibsiz, tekis holatda shu 10 santimetr chuqurlikda ariqchani ochdik hamda bir sutka suv berdik. Mana shu tomchilatish tizimi orqali. Tomchilatish tizimimiz 10 santimetrlik. Suvlarimiz qorayib juda chiroyli ishdi. Keyin ko'chatlarimiz mana tayyor. Suvni hozir to'xtatdik. Ekkandan keyin yana berishni boshlaymiz. Endi ko'chatlarimizni ko'rgan bo'lsangiz bir qatoriga ekyapmiz. 20-25 santimetr atrofida bular bitta baqa taraladi kelajakda. Xudo xohlasa mana ekishni boshladik. Allohdan ko'pchilik uchun bergin, ko'pchilik qatori bizga ham bergin deb. Endi sizlarga necha yillardan beri ishlataman, bitta kichkinagina sirni aytib o'tib ketaman. Mana shu ekishdan oldin shu narsani qo'llashlaringni tavsiya qilaman. Juda katta foydasi bor. Hurmatli bobo dehqonlar, hozir bizda bir narsani aytib o'tib ketay. Mana shu chuqurchalarga o'g'itini ham solganmiz. Bilasizlar, kokkoli degan o'g'itimiz bor. Shundan ozginadan suvdan oldin solganmiz. Erib, hozir yerga birikib bo'ldi. Endi asosiy sirni sizlarga aytib o'taman. Mana shu qo'limda turgan narsa mana vodorodniy peroksid deyiladi. Juda ko'pchilik biladi, aptekalarda bo'ladi. Atiga 2000 so'm, 2000 so'm. Bu narsani o'simliklar uchun qo'llash qanchalik foydaliligini hozir sizlarga ozgina tushuntirib ketaman. Men ham bu narsani qayerlardandir o'qiganman. O'qib, keyin kelajakda o'zim ham ishlatib ko'rganman. O'sha yozilishi bo'yicha 1 litr suvga 2-3 osh qoshiq qo'shiladi hamda yerga purkab chiqiladi deyilgan ekishdan oldin. Buni sababi yerga purkalgandan keyin kislorod olishini tezlatib berar ekan, qandaydir kislorod olishini ta'minlab berar ekan. Ko'chatlar o'lmasdan, nobud bo'lmasdan katta bo'lishiga ancha yordam berar ekan. Endi mana bu vodorodniy peroksidni biz 20 litr suvga mana shundan 5 ta, ya'ni 100 grammlikdan 5 ta qo'shdik hamda apparatda purkab chiqdik. Xudo xohlasa natijalarni sekin asta sizlarga ko'rsatamiz. Sizlarga ham ishlatishni tavsiya etamiz. Endi hurmatli bobo dehqonlar, mana bodring ekishimizdan ozgina sizlarga lavha qilamiz. Sizlarga layfhak deydimi, shunaqa bo'lib qolishi ham mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qarang. Hozirgi yozgi bodringni ortiqcha chuqur ekish tavsiya qilinmaydi. Mana shu holatda qo'yilyapti. Mana ko'rib turibsiz. Stakanlarimiz ham o'sha konussimon hisobligiga osongina chiqyapti. Mana qarang. Mana shu holatda stakan bo'shatilgandan keyin yana bir narsani aytib o'taman. Stakanlarga yarim soat oldin suv berdik. Juda uyib yotibdi, yumshoqqina bo'lib. Mana shu holatda qo'yamizda, mana endi ko'rib turibsizlar. Bular biogumuz. Biz ko'chatni atrofiga shu darajada biogumuzni tashlaymiz. Mana ko'rib turibsizlar, mana tomirlarni atrofini ko'myapmiz xolos. Mana shu holatda mana tepada stakan oz ko'rinib tursa ham hech balo qilmaydi. Shu holatda qoladi. Endi biz bitta ish bilan ikkita ishni to'g'rilab ketyapmiz. Hozir mana bu yerlar ko'milmaydi. Chunki bu yerlarga 2 kun, 3 kundan keyin o'zini ushlab olgandan keyin o'g'itini ko'mib turib, mana shu turpoqlarni totib qo'yamiz. Chopig'i, o'g'iti hamma yo'g'i bittada ketadi. Hurmatli bobo dehqonlar, soat 5 bo'lyapti. O'ta issiq, lekin shu
41 gradus tashqarida bo'lyapti. Bu teplitsani ichini bilmadim. Ertaga gradusni ham qo'yibamiz. Juda ko'p dehqonlar hozir menga bodringlarimiz belidan ketyapti, xato ko'p bo'lyapti deyapti. Xudo xohlasa mana shu videomiz manfaatli bo'ladi. Ekish jarayonlarini ko'rdilaring. Tepa ortiqcha ko'milmaslik kerak, qolish kerak. Vodorodni peroksid quyilishi kerak hamda ko'chatlar ekilib bo'lgandan keyin suvni yaxshi berib, ayamasdan suvni yaxshi berib turib, 2 kun o'tgandan keyin 10 litr suvga 5 gramm Maksimni originali, 5 gramm Redamil Gold originalidan qo'shib turib, tanaga mana shu joyga tegizgan holda, barglariga emas, mana shu joyga tegizgan holda 50-100 grammdan quyib chiqasiz. Xudo xohlasa bir dona ham o'lim bo'lmaydi. Shu bilan qisqacha videomizni yakunlayman. Xudo xohlasa kuzatishda davom eting. Bu teplitsamizga bugun ekyapmiz. Kirpi cho'tir bodringi. Narigi teplitsamizga sinov navlarimiz bor. Hammasini 10 kun, 15 kunda videolarini qo'yib boramiz. Hamda sizlarga natijani xudo xohlasa chiroyli qilib ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.